shunaqangi baxtli insonman. Sevimli yomg'irim yog'moqda va men aynan sevimli yomg'irim ostida eng sevimli sport kiyim bilan eng sevimli nafas artikulятsion va tanani energiyani uyg'otuvchi mashqlarimni bajaryapman va mana shunday go'zal atmosferada va har bir yog'ayotgan yomg'ir tomchilari bu yerda farzandlarim mashq qilyapti. O'quvchilarim, meni bolalarim. Qarang, yomg'irni chiroyli bo'lib yog'ishini qarang. Qarang tomchilarini. Go'zal-a? Kimdir uxlayapti, shu go'zallikni ko'ra olmay o'tib ketyapti. Ey Xudojon, men shu Surxon qishloq qizni shunchalar yaxshi ko'rasan. O'z sevgingni mana shu tarzda namoyon etasan. Qaranglar, shunchalar go'zal, shunchalar chiroyli. Qarang, toshga qarang, yomg'ir. Bu yerda esa farzandlarim o'z ovoz ustida ishlashyapti. Nahotki insonlar, mana tabiat shunchalar baxt ulasha olyapti. Nahotki insonlar bir-biriga baxt ulashishda, mehr ulashishda shunchalar qizg'anchiq bo'lsa-ya. Va eng achinarlisi, imkoniyati, sharoiti bor insonlar ham qizg'anchiq bo'lib qolyapti-da. Ya'ni vaqt taraflama o'z e'tiborlarini yaqinlaridan qizg'anishyapti.